Assalomu alaykum aziz do'stlar. Avvalambor sizlarga kattakon minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ya'niki biz chiqarayotgan videolarga like, repost, qo'llab-quvvatlab turganlar uchun kattakon rahmat. Lekin ko'p gapirmayman, sababi sizlarga ko'z tegib qolishi mumkin. Nima edi? Aziz do'stlar, bir kichik ma'lumotni yetkazib qo'ymoqchimiz. Dabro Essential mahsulotlarimiz keldi. Lekin stiklolarda ozgina formatida o'zgarish bor. Bilsanglar, bizniki mana bu formatda edi, uzunchoqroq, bo'ydorroq formatda. Aynan shu formatdagi stiklolar butun Rossiyada nimagadir muammo. Ayni sababini ham biz bilmaymiz. Shu munosabati bilan mahsulotlarimiz bilsanglar ozgina tortilib qoldi, yo'q bo'lib qoldi. Lekin talab zo'r, savdosi zo'r. Biz majbur bo'ldik eski formatida olib kelishga. Xabaringlar bor-ku, bo'yi sal pastroq, etiketkasi biroz o'zgargan. Albatta bu vaqtinchalik, lekin gofra korobkalarimiz boshqa hammasi o'zi o'sha. Bemalol xodimlarimizga murojaat qilib, buyurtma berishinglar mumkin. Hamkorlar uchun 78 kod bilan 380909